Bugun Germaniyaga ketayotganlar sizdan aqlli emas, omadliroq emas, ular shunchaki til o'rganishni oldinroq boshlashgan. Ko'pchilik Germaniyaga ketishni juda qiyin deb o'ylaydi, xuddi faqat tanish-bilishlar yordamida yoki juda yuqori bilim bilan eplasa bo'ladigandek. Lekin bugun sizga aniq bir gapni aytaman. Germaniyaga ketish siz o'ylaganingizdan ancha oson. Bir necha yillar oldin Germaniyaga ketish haqiqatdan ham oson emas edi. Ish imkoniyatlari deyarli yo'q, o'qishlar qimmat, viza berilishi qiyin. Ko'pchilik harakat qilardi, hujjat tayyorlardi, topshirardi, lekin oxirigacha yetib bora olmasdi. Qisqa qilib aytganda, Germaniyaga ketish biz uchun qanaqadir uzoq orzu bo'lgan. Bugun esa vaziyat mutlaq o'zgargan. Germaniya har doimgidan ham ish kuchiga ko'proq muhtoj. Ularga yoshlar kerak va nemis tilini o'rganishga tayyor bo'lgan odamlar kerak. Aynan shu sababdan qonunlar yengillashdi, imkoniyatlar ko'paydi va yo'llar ochildi. Hozir esa sizlarga Germaniyaga ketishning bir qancha imkoniyatlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bulardan birinchisi o'qish orqali ketish. Bugun Germaniyada davlat universitetlarida ta'lim olish mutlaqo bepul. Agar siz to'g'ri yo'l tanlasangiz, moliyaviy imkoniyatingizdan qat'iy nazar xohlagan Germaniya davlat universitetlarida o'qish imkoniga egasiz. Yana bir imkoniyatlardan biri bu ish yoki Ausbildung dasturi. Ausbildung dasturi sizga bir vaqtning o'zida ham ishlash, ham o'qish imkonini beruvchi dastur. Hozirgi kunda Germaniyada ayniqsa kasbiy yo'nalishlarda ish o'rni juda ham ko'p va buning uchun sizdan faqatgina nemis tili va bir sertifikati talab qilinadi xolos. Germaniya eshiklarini ochuvchi yana bir yo'llardan biri bu til kursi. Til kursi davomida siz Germaniyada yashaysiz, til o'rganasiz, ma'lum bir vaqtdan keyin o'qish yoki mehnat shartnomasi qilib Germaniyada qolish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar sizning qo'lingizda qaysidir soha bo'yicha bakalavr diplomi bo'lsa, buni Germaniyada tan oldirishingiz mumkin. Bu jarayon ham oldingidek qiyin emas. Muhimi to'g'ri yo'nalish va sabr. Yuqorida aytib o'tilgan imkoniyatlarning eng zo'r taraflaridan yana biri bu sizga Germaniya vizasini beradi va siz bu viza bilan nafaqat Germaniyaga, balki butun Schengen hududlariga kiruvchi davlatlarga sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar siz ham Germaniyani maqsad qilgan bo'lsangiz, nemis tili o'rganishni bugun boshlang va amin bo'lingki, bugun Germaniyaga ketayotganlar sizdan aqlli emas, omadliroq emas, ular shunchaki til o'rganishni oldinroq boshlashgan.